Poytaxtning Sergeli tumanida yashovchi ayol 54 yoshli erini o'g'li bilan oldindan til biriktirib, avvaliga tok urdirib, so'ngra bo'g'ib o'ldirdi. Mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudida sudya Oybek Qahhorov raisligida ko'rib chiqildi. Qotillikka erning boshqa ayol bilan yaqin munosabatda bo'lib yurganligi va uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan oilaviy nizolar sabab bo'lgan. Qotillik sodir bo'lgan kuni ayol turmush o'rtog'ini o'g'li bilan birga ziyofatga taklif qilib, spirtli ichimlik ichirgan. Mast holdagi erini hayotdagi boshqa ayolga uyining yarmini berib yubormasligi uchun tok urdirib o'ldirishga uringan. So'ngra bo'g'ib o'ldiradi. Ona bola jasadni yo'qotish uchun ayolning Tracker avtomobiliga ortib, Sergeli tumanining Xalqobod mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Qorasuv kanalining aeroport devori tomonda qamishlar orasiga tashlab qaytadi. 2 kundan so'ng ichki ishlar bo'limiga xabar berib, eri bedarak yo'qolganini aytadi. Prokuror muzokara nutqida sudlanuvchi ayolni 13 yil 4 oy muddatga, sudlanuvchi o'g'ilni 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilish, tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashni belgilashni so'radi. Shundan keyin jabrlanuvchining qonuniy vakiliga so'z berildi. U muzokarada sudlanuvchilarni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Qasddan o'ldirgan, to'g'ri, 6 oy emas, undan ko'proq vaqt tayyorgarlik ko'rishgan. Chunki akamning xotini psixoterapevtik больницada ishlagan payti u dori bilan qanaqa shug'ullanishini biladi. Akamga 2 yildan ortiq davomida psixoterapevt dori bergan bu. O'sha dori bilan o'ldirishni niyat qilgan, shu qanaqadir zarar berishni, chunki u dorini meni otamga ham tavsiya qilgan. O'g'li narkotika bilan shug'ullangan. U oldin qo'lga tushgan. Bundan 10 yilcha oldin qo'lga tushgan o'rtoqlari bilan birga. Keyin buni akam jarimasini to'lab olib chiqqanlar. Undan keyin o'sha 10 yil oldin boshlangan bo'lsa, hozirgacha narkotika bilan bu o'shani qiladi. Iste'mol qiladi. O'sha bilan shug'ullanadi. Uni o'rtoqlari bor, hamma shunaqa biladi, ko'pchilik biladi buni. Bu sudlangan ham o'g'li. Bular ikkalasi puxta reja tuzishgan, obdan o'ylashgan, tayyorlanishgan, hatto bolalariga ham aytgan. Bu yerda bu ikkalasi o'zi bo'lmagan. Bu yerda bolalari ham bo'lgan. Chunki akamning gavdasi juda og'ir edi. 100 kilodan oshiq edi. Uni o'ldirgan taqdirda ham uni mashinaga ortish uchun ikkitasini kuchi yetmaydi hech qachon. Mana bu ayol kishi, ozg'in ayol kishi. Ko'tarsa 10 kilo, 15 kilo ko'taradi. Narigi ham ozg'in bola. U ham shaharda o'sgan bola, u bir qop narsani ko'tara olmaydi. U yerda boshqa odam bo'lgan. Yoki bolalari bo'lgan, yoki buni o'rtoqlari bo'lgan, kimdir bo'lgan, yordamlashgan. Chunki akam o'sha yotgan oshxona xuddi 2-etajga o'xshagan, tagi podval bo'lgani uchun baland zina u yog'i. Zinadan tushish uchun ko'tarib tushish kerak. Mashinaga olib borish uchun ancha yo'l yuriladi-da. U yoqda yo sudrab tushishi kerak, sudraganda suyaga sinish kerak edi. Singani ekspertizada chiqishi kerak edi. U yoqda ekspertiza singan degan narsa yo'q. Bu bo'g'ib o'ldirdim deyapti. Uyda qon bo'lgan. O'zi aytib berdi. Uyda hamma yoq qon bo'lib ketdi. Sim menga qaytib tegdi dedi. Elektr sim tutganimda erimga dedi, qarshilik ko'rsatdi. Sim peshonamga tegdi dedi, hamma yoq qon bo'lib ketdi dedi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Peshonaga tekkanda qanaqa qilib hamma yoq qon bo'ladi? Peshonadan uncha darajada qon chiqmaydi-yu. Gilamlari qon bo'lib ketgan, hamma yoq qon bo'lib ketgan. Bu qonni darrov artganda hovlisidagi tualetga tashagan o'sha artgan lattasini. Nimaga uni tashagan? Agar o'zini qoni bo'lganida. Agar o'zini qoni bo'lganda mana menga qarshilik qildi, bu meni qonim, men buni tekshiringlar. Men uni pichoq urganda bu. Chunki pichoq urmasa uncha qon chiqmaydi. Bu boshdan noto'g'ri ko'rsatma bergan, boshdan aldagan. Qachonki buni qudasi kelgan, kichkina qizini qaynonasi, u o'sha aytsang, anaqang yengil bo'ladi, statyang deb u o'sha ayttirganda, o'sha chaqirtirgan. Shungacha aytmagan u. Sud hayotidan eng oliy jazo so'rayman. Sudlanuvchi erkakning advokati himoyasi ostidagi shaxsning qilgan ishiga to'liq iqrorligi va 3 nafar voyaga yetmagan farzandi borligini hisobga olinib, unga yengilroq jazo tayinlanishini so'radi. Ruhiyati shunchalar buzilganki, u o'z otasiga bir begona shaxs, onasining dushmani sifatida qaragan. Ayniqsa onasining bu ishni qilmaslikka ko'ndira olmagani yetmaganidek, onasi otasini tok urishi natijasida o'ldirish uchun qilgan harakatidan otasining uyg'onib ketishi va o'qlov bilan onasining boshiga urgach, onasining boshidan oqayotgan qonni ko'rib, otasi onasini o'ldirib qo'yishidan qo'rqib,
otasini bo'g'ishga tushgan. Unga onasi ham yordamlashib, natijada ular marhumning o'limiga sababchi bo'lishgan. Endi ona bola marhumni jasadini dalaga, qamishzorlar orasiga tashlab bekitib kelishlari hamda onasining go'yoki eri uydan mast holatda chiqib ketib kelmayotganligi haqidagi qarindoshlarga 102 ga xabar qilishlari o'sha vaqtlarda ham onasiga to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilgan, ammo ona bunga ko'nmagan. O'z onasining aytganini qilaman, talabini bajaraman deb o'z otasining qotiliga aylanib qoldi. Sudlanuvchi ayol qilgan ishidan pushaymonligini aytib, suddan kechirishni so'radi. Yaxshi ayol bo'lmadim, harakat qildim. Bolalarim uchun harakat qildim. Bunaqa to'g'risi bizlar ziyoli odamlarmiz, chetdan ko'rganda baxtli inson ko'rishga harakat qildik, lekin uyimizdagi dardimiz o'zimda ichim. Hammadan kechirim so'rayman. Avvalambor bolalarimdan kechirim so'rayman, otasidan mahrum qildim. Men bilmayman qanchalik tushunasiz, hammasini himoya qilishga harakat qildim. Chunki dadalaringizni oxirgi kunda sanani oq qildim deganman. Yuragim ezib tashladi, dasturxon boshidan 3 ta yetmakni farzand qilaman deb 4 tadan voz kechaman degandim, onam ketdi. Uyga o'sha ayolni olib yuraman deb xohlasang yashab bo'lmasa bo'laman deganlar onam ketdi. Shuning uchun kechirim so'rayman men. O'g'limni aybi yo'q, hammasini men uchun qildim. Men hech o'ldirish niyatim yo'q, men oxirgi kun men ustimda men erim edi. Har dam ichardi. Keyin oxirgi kun ichmay qo'ydi. Ichmay qo'ygandan keyin mana shu uyqusi buzilib ustimda odat chiqardi. Men o'g'limga ham aytdim. Keyin o'g'limga aytdi, bir hafta, 2 hafta oldin. Onang mazasi yo'q, men qo'rqib ketyapman. Mazasi yo'q deb nima fikr bo'lishi mumkin? Sudlanuvchi erkak qilgan ishidan afsusdaligini bildirib, suddan kechirishni va oqilona qaror qabul qilishni so'radi. Shundan keyin sudlanuvchilarga so'nggi so'z berildi. To'g'ri ish qildim. Katta gunoh ish qildim, kechirib bo'lmaydigan, chunki odam hayotini qaytarib bo'lmaydi. Rahmat. Oxirgi so'zim shuki, mana o'rnimga bizlarni orqamizdan gapirayotgan insonlarga o'zini o'z ko'rishini aytgan bo'lardim. Mana to'g'risini aytaman, onamni to'xtatishga harakat qildim, lekin o'sha payti nima bo'lganini to'g'risi o'zim tushunmadim. Hurmatli rasiya etuvchi, onamni peshonalaridan oqayotgan qonni ko'rib, qattiq qo'rquv, hayajon ostida nima qilib qo'yganimni ham tushunmay qoldim. Keyin o'sha onam meni qamalishlaridan qo'rqib, to'g'ri bizga yolg'on xabar berdik. 102 ga onam telefon qilib uydan otam chiqib ketganlarini xabarini berdilar, lekin bu hammasi har bir ona o'zini farzandini himoya qilmoqchi bo'lgani uchun shunaqa yo'l tutgan. Shuni inobatga olishingizni so'rayman. Oxirgi so'zim qilgan ishimdan juda qattiq afsusdaman. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman o'zimni bu holatni. Onamni to'g'ri devorishni ko'rish men uchun juda og'ir, yengilroq jazo berishingizni so'rayman. 3 nafar qiz farzandlarimdan hurmatli. Rahmat. Sud sudlanuvchilarni aybdor deb topdi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi ayol O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va P bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Ayolga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va P bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi erkak O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va P bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi erkakka O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va P bandi bilan 15 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.